Bugun sizlar bilan birgalikda seleksiya C silikonimizni qanaqa qilib to'g'ri ketma-ketlikda ishlatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, hamma kerakli instrumentlarni tayyorlab olamiz. Pattisini olganda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bitta qoshiq razmerdan oshib ketmasligi kerak. Ko'p ham emas, kam ham emas. Katalizatorni bitta ложка iziga bitta liniya qilib surib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirish vaqti 15-20 sekundni tashkil etadi. So'ng modelga o'rnatamiz. Modelda qotish vaqti esa 1,5 minutni tashkil etadi. Birinchi sloy qolipimiz qotgungacha biz ikkinchi sloyga tayyorgarchilik ko'rib olamiz. Bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy katta podkova ishlarda tez qotib qolmasligi uchun 3:1 nisbatda va 2:1 nisbatda ikkinchi sloyni aralashtirishimiz kerak. Birinchi sloy qolipimiz ham qotdi. Endi ikkinchi sloy qolip olganda ko'tarilib qolmasligi uchun kerakmas ortiqcha joylarni kesib tashlaymiz. Endi ikkinchi sloyimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirish vaqti 2-3 sekundni tashkil etadi. Keyin modelga yaxshilab qotirib o'rnatamiz. Modelda qotish vaqti 1,5 minutni tashkil etadi. Silikonlarni ishlatishda kimda savol bo'lsa, direktga yoki kommentariyaga murojaat qiling.